58-savol. Gazlar aralashmasidagi yengil gaz hajmiy olishining og'ir gaz hajmiy olishiga bo'lgan nisbatda 1/9. Hajmiy olish nisbat mol nisbatini beradi. Demak, yengil gazimizni X gaz deb olamiz, og'ir gazni Y gaz deb olamiz. Nisbat 1/9, mol nisbati ham 1/9 bo'lishi kerak. Nisbatni mol deb qabul qilib olaman, ya'ni X gazni molini 1 mol deb olaman, Y gazni molini 9 mol deb olamiz. Aralashmaning o'rtacha maylar massasini bizga 40 gram taqsim mol deb beryapti. Aralashmaning jam miqdori 1/9 10 mol bo'ladi va aralashmaning massasini topish uchun 40 ni 10 ga ko'paytiraman. Shunda bularning massasi 400 gram. Demak, 1 mol X massasiga 9 mol Y massasini qo'shadigan bo'lsak, jami 400 gram bo'lishi kerak. Xo'p, endi nisbat o'zgaryapti. Endi 1/4 bo'lishi kerak. 1 mol X ga 4 mol Y bo'lishi kerak. Ushbu aralashma o'rtacha maylar massasini 36 deb berilgan. Aralashmaning miqdori 5 mol. Shunda aralashmaning massasi bizga kelib chiqadi 180 gram. Demak, 1 mol X massasiga 4 mol Y massasini qo'shadigan bo'lsak, 180. Yuqorida ifodani yoniga qo'yamiz. Demak, X plus 9Y teng 400 ga. Shuni Y ni topadigan bo'lsak, 400 dan 180 ni ayirib 5 ga bo'laman. Y massasi kelib chiqadi 44. X niki esa 4 kelib chiqadi. Ya'ni bu geliy bo'lgan 44 bo'ladigan bo'lsa, masalan, buniki karbonat angidrid bo'lishi mumkin. Xo'p, ikkinchi aralashmada og'ir gaz massasining yengil gaz massasiga nisbati. Ikkinchi aralashmamizda demak 1 mol X, ya'ni 1 mol geliy bor edi. 4 mol Y, ya'ni karbonat angidrid bor edi. 1 mol geliyning massasi 4 gram, 4 mol karbonat angidridniki 4 ko'paytirilgan 44, ya'ni 176 gram. Og'ir gaz massasining yengil gazni massasiga nisbati. Demak, og'ir gaz karbonat angidrid 176 12 bo'laman, yengil gazniki 4. 176 ni 4 ga bo'lsak, nisbati 44 bo'ladi. Ya'ni C javob.